Bizga kelgan video xabarlarga ko'ra, Qurbonyo Zamaxshariy nomi bilan tanilgan Vayner boshqa bir Vayner bilan janjallashib, unga zarar yetkazgan. U bu ishini shaxsiy manfaat bilan bog'liq ekanligini aytib o'tdi. Muxbirimiz doimgidek voqea joyidan. Men 40 yildan beri blogerlik qilaman. Boyagi qaravoycha bor-ku, qaravoycha. Vчерашний patsanlar. O'zcha blogerman deydi. Men blogerlik qilgan paytim ular sxemada yo'q edi. Tushunyapsizmi? Hozir trendga aylangan video bor hozir. Ana bittasi mashina yoqib o'radi, portlatib, uyini yoqib o'rayapti. Keyin ana tintak bittasi chiqdi hozir. Sochini yoqib o'rgan. Tintakmi bilmayman. U boyagi bloger qaravoycha. Ana tog' bor-ku, tog' bunaqa. O'shani yoqmoqchi. Tintak benzini bor qo'lida. U tog' meniki, u meniki. Men tushiraman unga blogerlik qilaman men. U meni joyim u. Ana yo'q, toqqa chiqib olibdi bittasi, qarang. Video rasmga olaylik uni. Tusha tog'dan pastga. Aka, men yangi chiqqan blogerman. Video olib trendga chiqaman, Instagram qo'yaman deb kelatsam, arqamdan turtadi. Qarasam, sen ketkizdi. Men nima aytdim bu? 40 yildan blogerlik qilgan. 40 yildan beri qo'limdan hasratim ham kelmaganda, dangal gap aka. Ana bor-ku boynak, agari gujuga. Yangi hayot beringlar. Eski hayot yetiqtagan. Mana shapaloq 5 million bo'lgan ekan. Mana bu bor-ku, qora jentra bu, qora jentra. Men nima aybim bor? Men bu qora jentra olgandan keyin obязательно sudlashaman aka. Dangal gapda ko'tarilmoqchiman. 40 yilliklarga uraversa qalay ko'tariladi turish. Buni ko'rish kerak aka. Bo'lmaydi bu aka. Voqea so'ngida arzirli sababsiz janjallashib qolgan ikki azamatning ishlari jamoat nazorati ostida bostirilib, o'zaro kelishib olindi. Bitta kontent uchun o'zini sog'ligini xatarga qo'ygan Vaynerlarning bu ishini esa muxlislarimizning fikri va xulosasiga qoldirdik. Biz esa kuzatishda davom etamiz. Janjalbek Balogirov, Ivan Gorning .tv uchun maxsus tayyorlandi. Ushbu video hazil tariqasida va kayfiyatni ko'tarish maqsadida real voqealarga asoslanmagan holda suratga olinib tarqatilmoqda.